Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizdan 54-bitdan davom ettiramiz. الدرس الثاني عشر 12 dars. Suadun al-bintu. Demak, Suad qiz bolani ismi, ayol kishining ismi, al-bintu qiz bola. Ikkalasining suhbatini ko'rib chiqamiz. Assalomu alayki. Qiz bolaga salom berganda, senga salom bo'lsin deganda alayki, ya'ni bitta qizga nisbatan alayki deb aytiladi. Ya'ni senga salom bo'lsin. Va alaykissalamu va sizga ham salom bo'lsin. Demak, qiz bola bo'lgani uchun alayki deb aytdi ham. Kayfa haluki ya bintu? Ahvoling qanday ey qiz? Ana bi khayrin. Men yaxshiman. Min ayna anti? Sen qayerdansan? Ana mira Riyodi. Men Riyod shahridanman. Masmuki? Sening isming nima? Ismi Aminatu. Mening ismim Omina. Ayna abuki? Otang qayerda? Abi huna fil madinatil munawwarati. Otam Madinai Munawwarada, ya'ni shu joyda, Madinai Munawwarada. Huwa muwajjihun fil madrasati thanawiyyati. U yuqori sinflarga nazoratchi. Va ayna ummuki? Sening onang qayerda? Hiya aydan huna. U ham shu yerda. Hiya tabibatun fil mustashfal viladati. U tug'ruqxonada shifokor. Va man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Va sen bilan birga bo'lgan mana bu qiz bola kim? Ahiya ukhtuki? U sening opangmi? La, hiya bintu ammi. Yo'q, u mening amakimning qizi. Masmuha? Uning ismi nima? Ismuha Fatimatu. Uning ismi Fatima. Ahiya zamilatuki? U sening sinfdoshingmi? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Yo'q, men o'rta sinfda o'qiyman. Va hiya fil madrasati thanawiyyati. Va u yuqori sinfda o'qiydi. Alaki akhun? Sana akang bormi? La, mali akhun. Alaki ukhtun? Sening opang bormi? La, mali ukhtun. Yo'q, mening opam yo'q. Alaki akhun? Sening akang bormi? Na'am, li akhun kabirun. Ha, meni katta akam bor. Va huwa talibun bil jami'ati. U universitetda talaba. Va man hada at-tiflu allazi ma'aki? Va mana bu sen bilan birga bo'lgan yosh bola kim? Huwa banu akhi. Vasli hamza tushib qoldi. Huwa banu akhi. U mening akamning o'g'li. Masmuhu? Uning ismi nima? Ismuhu Sa'dun. Uning ismi Sa'd. A ummuki fil baytil ana? Onang hozir uydami? La, zahabat ila al-mustashfa. Yo'q, shifoxonaga ketdi. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib olamiz.